Assalomu alaykum hammaga, kanalga xush kelibsiz. Navbatdagi masalamiz sum deb nomlanadi. Bizga integer bilan to'ldirilgan array berilgan. Biz qiladigan ishimiz mana shu arrayni ichidan kerakli uchliklarni topib turib, ularni bitta arrayga joylab, 2D arrayni ichiga joylab qaytarishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Shu bir nechta arraylar bor. Ular o'sha 2D arrayni ichida saqlanib turibdi. Biz mana bu uchliklarni qanday qilib topamiz? Tepada shartda juda ham yaxshi qilib tushuntirib o'tirilgan. Shunda 3 ta sonni topishimiz kerakki, ularni yig'indisi uchalasini bir-biriga qo'shganda 0 ga teng bo'lishi kerak. Agarda o'sha mos keladigan bo'lsa, uchalasini olib turib bitta arrayga joylab turib, mana shu tarzda qo'shib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bunda shartlari shundayki, uchalasini indeksi ham bir-biriga teng bo'lmasligi kerak. Ya'ni boshqa joyda turgan elementlar bo'lishi kerak. Ya'ni inch element misol uchun 0-indeks bo'lsa, j 2-indeksda bo'lishi mumkin, k 3-da yoki eng oxirida bo'lishi mumkin. Ya'ni uchalasi 3 xil joyda. Mana bu yerda ham aytib o'tgan, mana uchalasini qo'shganda yig'indi 0 ga teng bo'lishi kerak ekan. Yana bitta shart berilgan. Biz misol uchun o'sha uchlik bir marta uchrashi mumkin xolos. Misol uchun bizda -1 qo'shilgan -1 qo'shilgan misol uchun 2 deb oladigan bo'lsak, uni yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Xuddi mana shu -1 2 to'plangan uchlik boshqa uchrashi mumkin emas. Ya'ni u ikkita bo'lib qolishi mumkin emas. Masalani qanday ishlaymiz? Bizga bu masalani ishlash uchun 3 ta pointer oldik. Birinchi pointerimizni mana bu yerga, o'sha birinchisiga qo'yib oldik. Ya'ni e'tibor berishimiz kerak, birinchi bu uchliklarni topishimizdan oldin bu arrayni biz sortlab oldik. Sortlangan holatda mana shu holga keldi. Ya'ni o'sha kichikdan kattasiga qarab, -4 eng kichik edi, eng boshga o'tdi va -1 ga qarab turib kattalashishni boshladi. Bu masalani ishlash uchun biz bitta for loopdan foydalanamiz. Bu for loopimiz i ni ishlatishimiz uchun yordam beradi. Mana bu yerda turgan pointer i ni ishlatishimiz uchun yordam beradi. Ya'ni bitta mana bu pointerni qo'yib olamizda, unga mos o'sha juftliklarni topish uchun, ya'ni o'sha ikkita juftlikni olib turib, mana bunga mos keladigan bo'lsa, ularni o'sha triplet qilib, ya'ni uchlik qilib olishimiz mumkin. Biz while loopdan ham foydalanamiz. While loop nima uchun? Bu bizga left bilan right pointerni ishlatishimiz uchun yordam beradi. Ya'ni boshlanishda mana bu i da turgan pointer o'z joyida turadi va biz mana bu while loop orqali mana bu left pointerni o'ngga yoki right pointerni chapga surishimiz mumkin bo'ladi. Demak, looplarimiz nima uchun kerakligini bilib oldik. For loopimiz birinchisida turadi. Left va right ni ishlatishimiz uchun mana bu shartlarga tushishi kerak. Agarda uchala elementni namsni inchisi, ya'ni 4, -1 va 2 uchalasi qo'shilganda teng bo'ladigan bo'lsa, mana shu uchlikdagilarni biz bitta arrayga joylab olamiz. Ya'ni uchlik qilib turib, ya'ni -4, -1 2 tarzda o'sha arrayga joylab olishimiz mumkin, lekin bu yerda ular teng emas. Ularning yig'indisi o'sha 3 ga teng bo'ladi. Bu bizning shartimizga tushmaydi. Agarda left pointerni surishimiz uchun u 0 dan kichkina bo'lishi kerak. Chunki 0 dan kichkina bo'lgandan keyin keyingi sonni hisoblaganimizda u teng bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun biz mana bu holatga tushsa, mana bu shartimizga tushadigan bo'lsa, leftga bitta qo'shib qo'yamiz. Agarda 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, right dan bitta ayirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu right ni o'sha bittaga orqaga surib qo'yamiz, agarda katta bo'ladigan bo'lsa. Endi har bir holat uchun ko'rib, o'zimizga kerakli tripletlarni olamiz. Ya'ni amaliyotda qanday ishlatilishligini bir ko'rib chiqib olamiz. Birinchisida inch pointerimiz -4 turibdi. -4, -1 va
plus 2 ko'rinishida bo'ladi. Bu bizga minus 5 plus 2 demak minus 3 ni beradi. Bu degani mana bu shartga tushadi, ya'ni 0 dan kichik va biz left pointerimizni bitta oldinga surib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bitta keyinga surganimizda ham xuddi o'sha mana shu holat kelib chiqadi va bizga shu minus 3 ga to'g'ri keladi va yana bittaga surib qo'yishimiz mumkin. Va bu yerda minus 1 ni o'rniga bizga 0 kelib qo'shilyapti. Ya'ni plus 0 ko'rinishda. Bu yerda ya'ni natija minus 2 ga o'zgaradi. Minus 2 bo'lgandan keyin ya'ni 0 dan kichikni biz leftni yana bitta surib qo'yishimiz mumkin. Endi bo'lsa 0 1 ga aylanyapti va mana bu minus 1 ga to'g'ri keladi. Va bu ham bizning shartimizga tushmaydi. Va ya'ni o'sha kichikni 0 dan leftni bittaga surib qo'yamiz. Surib qo'yganimizda o'sha bir-biriga teng bo'lmasligi kerak. Right bilan left. Shuning uchun keyingi elementni ko'rib chiqishni boshlasak ham bo'ladi. Ya'ni ikkinchisini o'sha for loopimiz orqali bitta keyingi nimaga elementga surib qo'yishimiz mumkin. Va leftni uning bitta keyingisiga qo'yamiz yana. Boshqatdan tekshirishni boshlaymiz. I demak minus 1 da turibdi, keyingisi ham left ham minus 1 da, ya'ni minus 1 bir-biridan ayirsa minus 2 bo'ladi. Minus 2 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsak, bizga 0 ni beradi va bu bizga kerakli shartga mos tushadi. Ya'ni mana bu yerdagi birinchi shartimizga mos bo'layapti va mana shu uchlikni biz o'zimizga olishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi uchligimizni demak topib oldik. Yana tekshirishda davom etamiz. 0 ni qo'shganimizda minus 1 demak 1 ga to'g'ri keladi natijamiz va bu o'sha 1 dan kattaligini hisobiga biz right ni bittaga orqaga surib qo'yamiz. Bittaga surib qo'yganimizda mana bu 2 1 ga to'g'ri keladi va minus 1 dan 1 ga 0 ni qo'shsak minus 1 va unga 1 ni qo'shadigan bo'lsak natijamiz 0 ga to'g'ri keladi va ko'rishingiz mumkin bu ham bizning shartimizga mos tushadi va ularni o'zimizga ya'ni uchlik qilib qabul qilib olishimiz mumkin. Mana shu uchlikni o'zimizga oldik va yana keyingi elementlarni ham ko'rishda davom etamiz. Barcha elementni ko'rib oldik o'sha birinchi indeks uchun va for loop orqali keyingisiga surishimiz mumkin. Right yana eng oxiriga kelib qo'shiladi. Left i plus 1 da turadi hamisha. Va endi yana tekshiramiz. Minus 1 da va 0 da turibdi va mana bu 2 da turibdi. Ya'ni natija bizga mos bo'lmaydi. Chunki bu 1 ga to'g'ri keladi. Va 1 dan katta bo'lganligini hisobiga mana buni bitta chap tomonga olib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni right ni bitta chapga surib qo'ydik. Bu holatda bu bizga right 1 ga qo'shilgan hisobiga bu bizga 1 ni beradi va natija 0 ga to'g'ri keladi. Endi qarang, e'tiborli jihati mana shu yerda biz mana bu uchlik 0 ga to'g'ri keldi va bu bizning shartimizga mos tushdi. Lekin bizga shart davomida yana bitta qo'shimcha berib ketilgan. Bu mana shu uchlik faqatgina bir marta ishtirok etishi mumkin va biz uni oldingi ko'rib chiqishimiz davomida o'zimizga oldik va endi qaytadan bu uchlikni olishimiz mumkin emas. Shuning uchun bir marta olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu o'z-o'zidan bizga mana shu uchlikni tekshirishimiz kerak bo'lishligini anglatadi. Ya'ni biz set data strukturasidan foydalanamiz. Uchliklarni qo'shib ketishimiz davomida tekshiramiz. Agarda setimizda bo'ladigan bo'lsa, biz u uchlikni qo'shishimiz mumkin emas. Endi bo'lsa kod formatini ko'rib chiqamiz. Bu kodimiz nisbatan uzunroq bo'lgani uchun yozib o'tirmadim. O'sha yozib olgandan keyin tushuntirishni boshlashga qaror qildim.
birinchi o'rinda berilgan arrayimizni sort qilib olamiz. Sort qilganda o'sha -4dan, misol uchun mana -4 eng boshga o'tadi va o'sha haligida ko'rib chiqqanimiz bo'yicha ishlashimiz mumkin. Bitta setni e'lon qilib olamiz, ya'ni biz o'sha mos keladigan uchlik bizga setimizda bor yo'qligini tekshiramiz. Agarda bor bo'lsa, uni qaytadan qabul qilib o'tirmaymiz. Rest degan 2D array ochib oldik. 2D array mana shu ko'rinishda ochiladi Pythonda. Ya'ni 1D, 2D ham o'sha bir xil ravishda ochib ketilishi mumkin. Ishlash davomida, ya'ni actionda o'z-o'zidan anglab yetib oladi Python dasturlash tili. Va inch pointerimiz uchun for loopni e'lon qilib oldik. U numsni o'sha uzunligi bo'ylab aylanadi va leftimiz o'sha i dan bitta keyingida turadi. Misol uchun i mana bu yerda turgan bo'lsa, u mana bu yerdan boshlanadi va rightimiz eng oxirdan boshlanadi hamisha. Eng oxirida mana bu yerda bo'lishi mumkin va tekshirishni boshlaymiz. Total degan o'zgaruvchi o'sha uchalasini yig'indisini o'ziga oladi. Agarda total 0 ga teng bo'lsa, ya'ni bizning shartimizga mos tushadigan bo'lsa, triplet qilib turib bitta tuple'ga joylab olamiz, ya'ni shu uchlik sifatida oldik va uchlikni setda bo'lmaydigan bo'lsa, setimizga qo'shib qo'yamiz va qaytaradigan 2D arrayimizga mana shu uchlikni olishimiz mumkin. O'z-o'zidan ular mos tushgandan keyin leftimiz bilan rightimizni leftdan o'sha bitta keyinga suramiz, rightni o'sha bitta orqaga qaytaramiz. Agarda total 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda turgan rightimizni o'sha bitta oldingisiga orqaga surib qo'yamiz. Agarda 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, leftni bitta oldinga surib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. To'plangan 2D arrayni qaytarib yuboramiz. Bu masalamizning space complexity'si big O da n square ga to'g'ri keladi. Time space ham xuddi shunday. Big O da n square ga to'g'ri keladi. Biz numsni sortlab oldik. Sortlash algoritmi bizga n log n tezlikni beradi va bundan tashqari biz mana bu yerda for loopni ishlatib turib, uning ichida while loopni ishlatdik. Bu degani n square degani o'sha big O ni ichida n square n log n ni dominate qilib yuboradi. Shuning uchun biz n square ni time'da big O ni ichida n square ni qabul qilib olamiz. Space bilan ham xuddi mana shunday setni ishlatganimizning hisobiga mana bu while loopni ichida har xil holatdagi juda ko'p turdagi uchliklarni qabul qilib olishimiz mumkin. Shuning uchun bu eng yomon holatda n square ga to'g'ri keladi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.